Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshi yuribmisiz? Qadr-balat, qadrdonlarim, jonlaringiz omonmi? Sog'-salomat yuribmisiz? El xizmatida, uy xizmatlarida yuribsiz, omonsiz. Men shunday iltimos etib chiqdim, yana bir marta. Ota-onam yo'q, o'zim yolg'izman, bir uyda o'zim turaman. Operatsiya avariya bo'lganman. 20 maydan buyog'ina yotibman. May oyidan buyog'ina yotibman. Hech bir ishga yaranman. Og'ir ko'tarish mumkin emas, qattiq ishlar mumkin emas. Grija bo'lganman. Qarnim remin oqibatida kesib yorilib qon ketgan. Oshqozonimda, ichimda qon tozalab olgan. Kundugimdan balanti, kundugimdan past kesilgan. Kundugimdan balanti yana yirtilib turibdi. Shunga ichimda yirtilgandan keyin ilojim yo'q, ishga yaranman. Agar kimda kim yordam beraman, deydigan bo'lsa, produktami, qishki ko'mirimi, 10 so'm bo'lsam, 20 so'm bo'lsam, sizlardan boshqa hech kimim yo'q, Suyanat og'a. O'zimman. Agar Rajab oyida nidatan bo'lsa, yaqinda Ramazon ro'za oyi boshlanadi. Aytchaqim, yolg'iz baribir, yolg'iz kasal bo'lsang, yolg'iz qiyin ekan baribir diyecekman. Shuning uchun endi sizlardan iltimos etib chiqatirman. Agar yordam beraman, produktdan ko'taraman, ko'mirni beraman deydigan nelar bo'lsa, insofli aka-ukalar. Ishonmasangiz, meni WhatsApp nomerlarim, nalarim ham mavjud, telefon nomerlarim ham. Kelib ko'ring uyimni, ahvolimni ko'rasiz. Bunday shuncha odamdan yordam ham so'rab ko'rdim. Yordam beringlar, akalar deb, ukalar deb. Sizlardan yordam so'rab turibman dedim. Odamning qo'lini qarasam, birov bunday deydi, birov bunday deydi. Iloji yo'q ekan, taqdir ekan, iloji yo'q ekan. Agar yaxshi yomon kunimda yonimda turadigan ayol, u bilmadim endi. Qachon sog'lom bo'lsa, shundan aytishim mumkin, bo'lmasa yo'q. Ishonmayman endi.